Bilasizlarmi, nima yomon? Bu sizlar bilan bemalol maza qilib gaplashib aytib bera olaman-da. Auditoriyamning gapini o'qiyman ham. Mani auditoriyamda vrachlar ham вообще ko'p. Xo'p, buni yomon tarafi слишком ko'p og'riydi. Aytolmayman haftada 3-4 marta yoki nimadir. Regularniy har kun. Har kun boshimda og'riq bo'ladi. Уже вот bugun yozdirildim o'sha MRTga. Har kun qanigan ketem. Mana shunaqa stabilniy rejimga o'tib qolyapti. Bilaman, shu asabdan uspokоительный dorilar yoki nimadir ham asabiylashganimda o'zimni nervimni o'shaqa dorilar bilan ham bosolmayman, tavba qildim. Может, xarakter bu o'zi tegib. Borgan sari kuchayib ketyapti. To'g'irlash kerak. Sizlarni seviyorum.